Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Omansizlarmi? Sizlar mening Qizilqiya TV kanali, men Odiljon. Bugun sizlarga dag'i travertin Atacento variantini jasagan ustakalarimizni oldiga keldik. Ko'rib turasizlar, nasib qilsa so'nim qilib mana uyimiz bitirishibdi. Biz qayerdamiz? Hozirda Qizilqiya karavanining o'zindamiz. Dayar ustakalar ishini bitiribdi. Hozirda bir chekkadan ko'rgazamiz, nasib qilsa ko'rib turasizlar. Zo'r chiqqan variantlari, qanday variantlari bor, qancha so'mdan, qay yerlargacha qilinar, ustakalarimiz barini to'liq qilib yetkazib berishadi. Xudo xolasa, men sizlar uchun qo'limdan kelgan barliq vопроslarni xudo xolasa tushuntirib, sizlarga yetkazib beraman. Bismillah deb boshladik. Assalomu alaykum. Aka, qandaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Zo'rmisiz? Keldik. İşlerinizi gilik, xudo xolasa. Kelarasiz, yaqinroq kelib, xudo xolasa bir chiroyli qilib tortib ishlarni ko'rgazib bering. Akam, bu travertin Atacento varianti ekan. O'shalarni bir ko'rgazib bering. Qanday qildingizda? Bu travertin karta mirofasonda bo'lgan. Bunga bir sloylak, bir sloy jem, ikki sloy jemchi urilgan. So'killarimizni o'stirmani nimasi rangida bir xil podsvet qilib berganmiz. Bunga suv tegsa ham hech narsa qilmaydi. Bagetlar qo'yilgan, chiroyli. Mana bagetlar qo'yilgan. Bagetlar, mana sokil, bu sokil. Sokil, mana ko'rtasizlar, mana qora tunikafon. O'shaning nimasida fasonida fasad qilib chiqarilgan variant ekan. Ichkaridan boshlaylik, ko'rgazilmas. Mana bismillahirrohmanirrohim, boshlang aka. Kelaveringizlar, bir chekkadan tortamiz nasib bo'lsa. Ichkaridan derazalarga bagetlar qo'yilgan. Ular terazining chekkalarida bagetlari qo'yilgan. Bularni siz o'zingiz olib kelib qo'yasizmi? Qanday? Hammasi material ichida degasidan salom bo'lsa, joy bo'lsa bo'ldi. Qolgani hammasi o'zimizda, O'zbekiston materialida, asman travertinda qilingan. Tak, buning qancha fasad mana travertinin qancha turlari bor? Buni 20 dan ortiq turlari bor. 20 dan ortiq turi bor. Bu uyda pastligi bir etajli hisobiga buni katta mirofasonda berganmiz. Buni uy 2 etaj yoki 2 etajdan baland bo'lsa, o'shanga qarab kataloglarimiz bor, o'shani ko'rib yasatib beramiz, xudo xolasa. Bunga suv tegsa ham hech nima qilmaydi mana. Mana suvni bir chachib ko'rgazib bering taqsir. Mana suv chachilyotadi, ko'ringizlar. Aka, ishlaringiz yaxshi. Bemalol jamg'ir desangiz, jamg'ir, qor desangiz, qor ketaveradi. Ishtaka bo'lib turgan variantlar mana. O'rtasida buyursa. Ishtaka bo'lib ha? Mana. Kelingizlar, yaqinroq olib keling, ko'rgazaylik. Mana qilib jamg'ir, qordan keyin bir chiroyli qilib yuvib qo'ysangiz, ishtaka bo'ladi, akalar. Ana buni mana so'nim qilib bir fasadda ko'rgazib bering aka. Buni sokil deb qo'ygan yerlari mana kirpichga o'xshab chiqqan yerlari. Ana patologning eseviga qora bo'lganlikdan mana tunikafon. Ko'rtasizlar, aynaklari o'shaning fasadning qora oq qilinganiga zo'r chiqqandan sokil qora bo'lgan, devordor oq bo'lgan, ko'rtasizlar tunikafondagi oq. Bemalol mana bardurlar meni o'sha uy o'zinchalik bir qatmas tushganda. Ana endi aka, buni ishtagasini uyning egasi olib beradi. Ishtagasini uyning egasi olib bermaydi, narsa sizdan. Sonda kvadrati qancha so'mdan bo'ladi? Ana nimalar ham aynakning chekkasidagi uylari qanday bo'ladi? Shularni ham bir kenglik aytib. Kvadrati 700 so'mdan 1100 so'mgacha hamma 700 dan 1100 gacha. Sizni obunachilaringiz uchun bular bonus sifatida ham qo'yib beramiz mana shularni. Mana shu nimaning atrofidagi paketlarda, paketlarda bonus sifatida qo'yib beramiz. Bonus ekan, qiziqqanda kimga kim kerak bo'lsa, bir cholingizdan bo'lsa, travertinning 20 turi bor. Ammolar bizdan xohlasa bonus. 700 dan 1100 so'mgacha kvadrati turi bor, 20 turi bor ekan. Ana qandayini o'zingizdan so'rab, xohlasangiz через WhatsApp sizlarga tashlab berishadi. Qandayini xohlasangiz o'shalarni buyursa, bir chekkadan ko'rasizlar, joqqanini qildirasizlar. Bir ko'rgazinglar, ha, 100 aylantirib aka. Ha, boshlaylik. Tomonlarimiz balandlik hisobiga keltirilgan, balandligami? Bagetlar qo'yib chiroyli qilib.
haligacha yo'llanmaga bitirib berganmiz. Mana da ko'ringizlarchi. Uyimizning orqa zaqlari kun tusha turgan anan dag'i bir sirovda. Buna kunda qanday bo'ladi ekan? Kun tiyib turadi-da, kuniga. Quyoshga, yomg'irga hech narsa ishtaka qilmaydi, bu turaveradi. Kuchli urilgan. Kraska, как положено, laklari bilan qo'shiladi, zo'r qoladi endi. Shunday, akalar, ukalar, qiziqqanlar yangi bosamiz sizlar uchun mana Odiljon qo'ldan kelishincha hozirda sezon boshlandi, travertin, uy ko'tarish, tom jovish degandek dag'i kengroq ma'lumotlarni sizlarga tom jopgan ustalarda cho'g'iltib nomerlarini chiqarib beramiz. Mana shunday videolardan bir zo'r qilib sizlarga chiqarib berib kelishga harakat qilamiz. Bu ishimiz hozirda Qizilqiya karavonda. Qiziqqanlar bo'lsa kelib ko'rib ketsangizlar bo'ladi. Akalarning nomerini ekranda qo'yib beramiz. Bemalol chalasizlar, nasib qilsa kelib ko'rib uyingizni ko'rgazasizlar. Chat qilib bitirib berishadi. İşleringizga gili yakam onda. Xudo xolasa. Alloh barakasini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.